Aziz obunachilarimiz, bizlere her xil turdagi yana chapallarimiz geldi. Sevetlerine qarang, dum chiroyli, modni chapallar. Kattalar uchun ham chapallarimiz bor, bir-biridan chiroyli. Her xil turdagi bomboq kostyumchalarimiz ham geldi. Xalasangiz iç tarafı, xalasangiz üst tarafına giyaverasizlar, ikki tarafli. Keyin bir yerde velikan her xil turdagi uzun chapallarimiz ham geldi. Narxlari arzon, kelishilgan narxda beriladi azizlar. Bemalol kelaverasizlar. Eng muhimi bugun 14-yanvar. Hamma bütün O'zbekistonlik erkaklarni tabriklaymiz bayramlari bilan. Shu qatori erkaklarimiz uchun ham ajoyib chapallarimiz bor. 14-yanvar mos chapallar. Bunga qarang, qalingina ayni ajoyib. Bemalol gelip çapan alaverasizlar azizlar. Atalarınız, turmuş ortaklarınız için çapanlar bor bizde. Erzan xiyllari 100 mingdan başladı azizlar. 100 ming so'mdan başladı. Tezleşinglar. Keyin şu qatori acayip bejirim sumkalarına geldik. Bugün bayram için padarka sumkachalarimiz 35'e koyuverdik. Bir gün fakat azizlar. 35 ming so'mdan hiç sumkalar. Her xil variantları bor yine. Gördüğünüzler mi? Kök deysizlar mi? Kızıl deysizlar mi? Yine. Bemalol 5 kilo narsa ko'taradigan ajoyib sumkalar. Kelaverasizlar. Bizning manzilimiz Eko Bozor podvali bo'ladi. Bu tarafimiz 8 blok. Bilasiz, Unna Gamburg. Bu tarafimiz Urganch Dehqon bozor. İkinci Zakriti taraftaki şunun ro'parasındagi darvozadan girib kelsangiz, şu yo'nalish bo'yicha kelsangizlar 910, 909, 901dan keyin 910 keladi. 910dan keyin 909 keladi. 909dan keyin 902 dükkanımız bo'ladi azizlar. Bu yerda xil narsalarimiz kelib turibdi. Milliy do'ppilar ham keladi tez kunda. Bemalol kelaverasizlar azizlar. Sizlarni kutamiz. Chapallarımızın xil-xillari geldi. Sizlarni sevgan sevetlar geldi azizlar. Kelaveringlar. O'qituvchilarimiz uchun ham karafonli ajoyib chapallarimiz bor. Yine gördüğünüzler mi? Bemalol ikki taraflama giyaverasizlar. Maktab uchun ajoyib chapallarimiz bor. Hammangizni kutamiz. Assortiment har xillari ko'p. Kelaveringlar.